Mana shu boshlaydi. Hop, qo'y tanlayotganda bozorda ko'pchilik qiynaladi, adashib qoladi. Birinchi bo'lib tana tuzilishiga qaraymiz. Qo'y qanchalik uzun bo'lsa, yem olib semirishi zo'r bo'ladi. Qo'ymi? Yo'q, uje yemlab olib chiqdimi qo'yi, mana bu belidan mana qilganingizni o'z qo'rg'asiga qo'lingiz barmog'ingiz tegadi. Ko'kragiga e'tibor berish kerak. Ko'krak qancha keng bo'lsa, shuncha yaxshi semirishi, et olishi yaxshi bo'ladi. Yoshini bilish uchun tishiga qaraymiz buni. Tishiga. Unda hali qo'zi tishi bu. Qo'zi tishi где-то bir 6 oylik, 7 oylik qo'zi bu. Tishi buzgandan keyin, ikki tishi o'tgandan keyin zo'r yem yeyishni boshlaydi. Junini ko'ramiz, simjun. Junini o'zi to'kadigan, o'zi turlaydigan zotiga kiradi bu. O'pkasida qurti bormi yo'qmi bilish uchun mana to'shidan sal balandroq joyini siqib turamiz. Qo'y o'zi yo'talishni boshlaydi o'pkasida kasali bo'lsa. Buni o'zi mana yaxshi ko'rsatmayapman, yo'talib yo'q. Miyasida qurti borligi uchun mana ko'tarib turamiz. 30 sekund. 30 sekund ko'tarib turib qo'shqorni qo'yib yuborganimizda dumalashni boshlaydi. Alanglab aylanishni boshlaydi o'zidan. Ko'rsatmasin zo'r mana. Xudo xolasa mana shuni boqib, dumbalarini ham ko'rsatib qo'y, chiroyli, jekcha. Masalan, tipirchilab turgan qo'ydan olsanglar, inshaalloh zo'r semirib, zo'r foydaga kelasizlar. Podpiska bo'lib, like bosib qo'yish